Bo'ldi obunachilar, o'tgan videoda biza uylarimizni obzor qildik. Sizlar mana bu uyda yashab qoling degan ekansizlar. Qanayda? Mana bu gurmonmi? Bunaqa degan. Короче, da uyda yashab qoling degan ekan bitta obunachimiz, lekin bitta like berilibdi. Mayli. Unda biz yana o'yinni boshlaymiz. Xo'sh, men bu yerni sizlarga ko'rsatmay ekandim. Ko'rishingiz mumkin. Endi bizlarga yotoq kerak. Bormikan? Yotoq qani? Yotoq yo'qmi? Unda biz tunda o'ynaymiz shekilli. Yo, to'xtanglar. Yo, bu bo'lmaydi-da. Menga yoqmadi-da. Menimcha, mana bu yaxshiroq. Qani? Endi. Mana. Shu yaxshiroq. Uzr. Xo'sh. Qishloq nima qilayotgan ekan? Ko'raylik-chi. Qishloqqa shoshma. Shoshma, ey. Nima qochib ketding? Ey, to'xta. Bu. Men gaplashib bo'lmaydi. Sen hech bo'lmasa men bilan gaplasharsan. Nima chiqdi? Salom alaykum. Salom, qandaysan? Yaxshi. Bu. Sizlar men bilan ham gaplashinglar, men o'tirsam bular. Yurib chiqyapti bular. Sizlar ikkalanglar sevishgansizlar? Da, biz sevishganlarmiz. Tomat. Suv. Suv sovuq ekan. Yo'q, qo'y. Yana tushib ketdi. Hoppa. Yo'q, qanday kishindi? Voy, jinnisan. Nima qilyapsan? Zo'r ekansan-ku, bizam turib olalım. Qani. Uy. Voy, sen ham uddalading. Men uddaladim-da. Zo'r, короче. Xo'sh, obunachilar. Qani, bu yerga ham kiraylik qacha. Bo'ldi. Hech kim yo'q, endi qo'sh deyapti. Mayli, davay unda, xo'sh. Ketdi. Endi nima qilsa bo'ladi? Bitta qishloq bor edi. Qishloq 455-qishloq bu. Esinglardan chiqazmanglar, obunachilar keladigan bo'lsanglar, kelaverasizlar. Davay ketdi. Bu yerdan qishloq bor-da. Bu nechinchi qishloqligini bilmayman-ku. Lekin unda ham odamlar bor deya umid qilaman. Suv sovuq ekan, lekin bitta cho'milib oldik. Yaxshi. Ketdi. Yana suvga tushirganmiz. Yana cho'mildik. Davay. Hoppa. Hop. Qana, qishloqlar qansizlar? Qishloqda odam bormi? Alo.
Yo-mayo. Bular nima qilyapti bu yerda? Yo-mayo. Yo, WhatsApp bo'la bu. Nima qilyapti? Mayli. Qani bu yerni ko'raylik. Yo'q, bu yerda hech nima yo'q. Unda bolalar biza mana bu yerga boramiz. Bu yerda ham hech kim yo'q. Hamma uyga kirib chiqamiz. Zombining go'shti. So'yada o'lib qopti. Uzr. Davay unda. Yerda ham hech kim yo'q. Ne? Qor bor ekan. Shaxta. Shaxtaga kiraylikchi. Qani. Kimdir bormi? Menimcha hech kim yo'q. Kiraylikmi? Ana bilmadim, kiraylikmi. Nima qilishni bilmadim, короче. Давайте mana bu yerga o'tamiz. Qani. Bu yerda nima bor? Bizga chiroq kerak, demak, fakir kerak bo'lsa. Birikta ko'mir kerak bo'ladi. Mana bu yerga qo'yaylik. Xo'sh, yo-mayo versak yo'q bizda. Unda mana bu yerdan versak olib yasaymiz. Daraxt yo'q. Qani daraxt? Mana bitta bor ekan, bitta. Vo, men uchun bitta turibdi. Yo'qlarni chiqoldi. Juda ham och qoldi. Osmon go'zal. Endi biz daraxt chopamiz. Tero. Bu yerda nima borligiga qiziqib ketyapman. Nima bor ekan, obunachilar? Davay, kiramiz. Ye, to'xtanglar. Bizga bersak kerak. Shu bo'laylik. Qani? Fakir. 8 ta fakirimiz bor. Endi kiramiz. Kimdir tashlanib qolmasa bo'ldi. Qani? Bu yerda ham hech kim yo'q. Qani? Kimdir bormi? Menimcha qorong'i. Nimaga bir yerni yopib qo'yishgan? Yo-mayo, biz endi obunachilar nima qilamiz ekan? Hop. Yo, creeper. Portlashi mumkin edi. O'ldirishimiz kerak. O'ldiramiz. Bo'ldi. Creeper bu yerda nima qilyapti? Xo'sh. Hech kim yo'q. Zombi kelyapti. Ke. Ya bu nima qilyapti? Burchidan kelyapti. Qo'rqib ketdim. Yo'g'iga bora olmaymiz shekilli. Bola obunachilar, shu yerda video tugaydi shekilli. Chunki u yoqqa borishga fakil yasash kerak. Shuning uchun nima qo'yasizlar, nima edi? Ikkinchi qism chiqishi uchun nechtalay?
Mayli, 10 ta layk qilsanglar ham bo'ladi. 10 ta layk yig'inglar va ikkinchi qism chiqadi. Bo'ptimi? Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lib, layk bosish esdan chiqmasin. Xayr.